Qarang, hayotimizga qarang, ko'z tegmasina. Bozorlarimizni qarang. Ilgari ipodromda poyga bo'lardi. Hozir ipodromda boshqa narsa poyga qiladi. Narx-navo poygasi. Kim olgan, kim sotgan. Ipodromda kichkina go'da yig'ilib o'tirganim. Oldiga bir boyvachcharoq odam kelib, "Nima yig'layapsiz, o'g'lim?" "Barchi" deb. Men sizdan hol-ahvol so'radim, "Bolam, nega yig'layapsiz?" "Nega adashib qoldingizmi? Ya o'zim bozorda tug'ilganman, nega adashaman?" Otangiz undan ham battar bo'ldi. Onangizmi? "Yo'q, $100 yo'qotib qo'ydim." $100 aziz bo'ldimi ota-onangizdan? Men mana sizga $100 oling, yig'lamay. Endi nega yig'laysiz? Nega yig'lamasangiz? Boyagisini yo'qotmaganimda $200 bo'lardi, toza. Buncha bolalarimiz pulga ish ko'ramiz. Buncha pulni yaxshi ko'radi bolalar. Bolalar bekorchi bolalar yo'q ko'chada, hammasi bozorda. Darsga bormadingmi? Yo'q. Nega? O'qituvchi ham bozordalar. Butun sinf kelib dars o'tadi bozorda.